Iya, hali ham uxlab yotibsanmi? Tur qobilamakirikida osh bor-ku bugun. Uf, ada, hamma ko'ylaklarim yuvilgan edi. Tim bo'le dazmollanmagan edi. Voy, qaraya. Aman, как раз kiyimingga dazmol olib qo'ydim, bolam. Mashinam buzilgan edi-yu, ustiga tashab kelgan edim. Voy, balakat. Ishonmaysan. Kecha men lotereyada avtomobil yutib oldim. Shunda ketamiz, bolam. Aytgancha, ertalab men osh yesam, oshqozonim og'riydi. Oshqozonga o'z zarar bilasizmi ertalabki osh? Voy, Dilshod amaking yaqinda shu temada dissertatsiya qiladi. Gapir. Исследование bo'yicha ertalabki oshni o'zbeklarning oshqozoniga zarari yo'q. Eshitdingmi? Bular qayerdan keldilar? O'zi отравление bo'lgan edim. Oshqozonim og'riyapti. O'ramasam kerak. Bo'ldi, bolam. Men buni davolashni zo'r yo'lini bilaman. Qayerda edi osh? Yakkasaroydamidi?